Klassik analiz bo'yicha o'rtoqlar Bitcoin'da analiz qilib ko'ramiz. Hozirgi bozor holatida bizda grafikda o'zi ko'p ma'lumot yo'q, oddiy ma'lumotlar. Demak, bizda liniya bor, bir marta qaytdi va ikki marta qaytdi, to'g'rimi? Va uchinchisi ham aynan shu zonada, demak, qaytish ehtimoli mavjud. Signal bo'lsa albatta. Kelinglar endi kichik interval. Bu holatda menimcha hammani ko'zi ko'rdi bu modelda. Shu отскокning zonida bizda W modeli shakllanyapti. Shu modelda chizamiz. Tak. Mana bizda juda ham chiroyli W modeli. Aynan bu model buzib svechasi yuqorida yopilgan, to'g'rimi? Demak, bunaqa ssenariylar bo'lish ehtimoli mavjud o'rtoqlar. Albatta bu holatda zararni cheklash stop loss mana bu zonada bo'ladi. Demak, yaqin orada shunaqa bo'lishi mumkin. Qanaqa strukturada ishlayapmiz biz? Kelinglar, men chizib ko'rsatib beraman. Demak, juda ham sodda struktura, klassika bo'yicha отскокning zonada va birorta model bo'lsa, shu zonada yuqoriga qisqa muddat bo'lsa ham ketish ehtimoli mavjud. Albatta bitimga kirish uchun boshqa sabablar ham bor o'rtoqlar. Hozirgi eng sodda tushuntirish bo'yicha mana shu analizdan foydalansak bo'ladi albatta. Yuqoriga ketishiga lekin boshqa sabablar ham bor Bitcoinda.